sohib jamol va maxluq. Nimaga ovqatlangani pastga tushmading? O'zimni aldab nima qildim? Uni ko'ziga hamisha maxluq bo'lib ko'rinaman. Endi menga baribir. Dadajonimni yana bir marta ko'rsamidi, bir zumgina diydoriga to'ysamidi, shunday sog'inib ketdimki. Men shu badqavoq, sho'rtumshuq odamning xotini bo'larmishman. Men bir muhim ish bilan keldim seni oldingga. Bilasanmi, Bel? Bugun shahrimizda hamma qizlari seni o'rningda bo'lishni orzu qilishmoqda. Bu gal jiddiy gapiryapman. Bu ixtiroim hech qachon ishlamaydi. Meni afv etsinlar, hech qachon ko'rmagandim. Faqat sikro, sohibimiz bilib qolsa kallamiz ketadi-ya. Umuman olganda mavjud vaziyatni hisobga olib ovqatlangani emasmi? Nima deyapsiz o'zi? Axir bu qiz asira emas, mehmonimiz-ku. Ehtimol men yanglishayotgandirman, lekin qiz bolani ko'nglini olmoq uchun boshqacharoq yo'l tutsangiz bo'larmidi? Ana xolos. Hamma ko'zlagan ishlarimiz chippakka chiqdi. O'sha telbotini oldiga unga yordam qilmasak bo'lmaydi. Bo'ldi, ko'p javrama. Bugun hammamizga ham og'ir kun bo'ldi. Ko'p kuyunavermang. Mana ko'rasiz, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Keling, mendagi liboslarni bir ko'zdan kechiring. Menimcha, sizga mana bu ko'ylak juda yarashadi. Bel, nega ketib qoldingiz? Nima, bizni endi yosh ko'rmaysizmi? Voy, kechiring. Men Morisni jinni qilib yopishim kerak. Axir bu uchiga chiqqan ablohlik-ku. Roziman.